Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Yana sizlar bilan ko'rishib turganimdan nihoyatda xursandman. Mana meni fiyolkalarim hozir yozda issiq bo'lib ketgan sharoitda mana shunday holatda o'syapti. Stelajimning yuqori polkasi mana bularning o'suvi g'unchala boshlagan. Mana gullarim. Mana bu sortimni qarasangiz, gulini o'rtasida mana bunaqa qurigan joylari bor. Hozir salqin bo'lmaganligi uchun, havo quruqligi uchun gulda mana shunaqa holat kuzatiladi, lekin g'unchalari yaxshi chiqyapti, faqat juda uzoq turayotgani yo'q. Aslida fiyolka gullari 5-6 oylab o'rtacha o'zini mana shu tabiiy holatini saqlab turadi. Mana bu yoqda ham bir asalchamiz ochilgan. Mana yana azaliya sorti juda avjida, yana g'unchalari bor, gullayapti. Malaxitovaya roza mana shunday holatda. Bu yoqda ko'rib turganingizdek Igra Prestolov sorti. Mana pyostraligi ham, gulini shakli, ko'rinishi ham juda ajoyib. Ba'zi bir sortlarimiz issiqlikka, ba'zi bir sortlarimiz sovuqqa chidamaydi, lekin ba'zi sortlarimiz esa havo tanlamay o'sib turaveradi. Bu keyingi qator. Mana Ava Zolotaya antilopa. Gullari qattiq plastmassaga o'xshash. Ranglari ham ajoyib. Mana bu bezimyashka, tinmay gullaydigan. Mana eskirgan gullarini bemalol olib tashlasangiz bo'ladi. Bu yoqda mramorniy svitok. Mana bu ham tinmay gullayapti, lekin eskirgan gullari bor. Mana yana ochilmoqchi. Juda ham beozor sortlardan mana bu Coco Barney Sauvignon sorti. Buni qarang, oq aralashgan. Juda ham mana chiroyli. Bu gul esa to'q bardoviy rangda. Bu ham avjida. Mana Lednaya dождь. Gulning ranglari ham mahroviy bo'lib ochilishi ham juda ham ajoyib. Nice Blueberry bunga issiq ta'sir qildi. Hamma joyini ko'kka bo'yab olgan. O'rtasi oq bo'lib ochilishi kerak. Bu oldin salqinda o'shanday bo'lib ochilgan. Mana Georgia gulimiz. Bu gulimizni mana chekkasidagi yashil parparakchalari issiq bo'lgani uchun kamayib qoldi. O'shanaqa holatda bo'lib ochildi. Nil Shamaxanskaya Tsaritsa. Gulning rangi, chekkasidagi parparaklari o'ziga rosa yarashib turadi. Barglarini bunaqa parparakligi ham bu sort xususiyatidan. Emerald Lace. Mana chekkasidagi parparakchalari oq rangda. O'zi fioletoviy. Mana bunda ham eskirgan gullari bor ekan. Shuni olib tashlasangiz yana gullayveradi. Bitta Angelika sorti meni sevimli sortlarimdan. Rozetkasi tekis chiroyli bo'lmaydi, lekin gullari juda ham chiroyli. Mana zarlari uncha yaxshi bilinmayapti.
Gulini chekkasidagi parparaklari ham, guldagi mana bu fentezilari ham, ya'ni dog'chalari ham o'ziga juda ham yarashgan. Bu teplo na dushe. Mana buni qarang. Fiyolka gullarini barchasini gullarida zarlar sepilgandek bo'lib turadi. Mana chekkasidagi oq parparakchalar o'ziga juda ham yarashgan. Paranskaya roza bu sortim. Guli juda ham ochilib ketmaydi. Mana shunaqa bo'lib turadi. Lekin mana butonchalari yirik-yirik bo'ladi salqinda. Hozir mana issiq tufayli bu yirikligi kamaygan. Bu yoqda yana bir go'zalimiz, yana g'unchalari bor, mana eskirgan gullarini olib tashlaganman. Bu yoqni ham olib tashlasangiz bo'laveradi. Bu yoqda ham yana bir go'zal gullab turibdi. Aptimara My Dream. Mana keyingi qator. Ulipka Madonna. Piostrik. Gullari mahroviy. Och fiolet rangda, chekkalarida oq chiziqchalari bor. Mana bu gulim piostriligini ko'rsatyapti. Birinchi gullarini yulib tashladim. Endi yana gullamoqchi. Finskiy zaliv yana gullamoqchi. Walkman's Merry Christmas. Buni qarang. Barglarning chekkalari qora. Ximerniy bo'lib o'zgargan. Mana butonchalari. Imaya Galactica sorti. Buni gullari ham ajoyib. Mana bu triller sortlarimizdan Rose Vanilla triller. Gullari kichkina lekin juda ham nafis. Tinmay gullaydigan beozor sortlardan. Enka Lilla. Juda ham mahroviy bo'lib ochiladi. Bu yoqda landish. Yana g'unchala boshlagan. Barxitni koroleva, buni bargini rangi sort xususiyatidan piostriligi mana shunaqa bo'ladi. Bu yoqda yana g'unchalari bor. Mana gullari. RM fruktoviy sherbat. Gullari juda ham go'zal. Rozetkasi ham tekis. Ava legushonik. Buni gulini qarang. Bijir-bijir. O'zgacha. Doimiy shapka bo'lib gullaydigan gullardan. Mana bu yoqda yana piostrilari. Gullarni olib tashlaganman o'sib olishi uchun. Mana bu ham shunaqa piostrilardan. Mana New Pixie Green. Bu ham sevimli sortlarimdan. Barglari Giril bargli. Mana e'tibor bersangiz, gullarini qarang. Zar sepilgandek yaltirab turadi. Oq aralashgan. Juda ham go'zal sortlardan.
Mana eng pastki qatorda mening pyostrilarim joy olgan. Dikkiy vinograd, Max Luxurious, bu yoqda Erika, Le Erika sorti. Mana Alliance. Bu ham tinmay gullaydigan mehnatkash sortlardan. Guli bir qavatli bo'lgani bilan juda ham yoqadigan go'zal sortlardan. Mana bu o'zgacha chiroyli. Buni ham mana gullarini sinib qopti. Keyin gulini olayotganda e'tibor bering, tagidan olib tashlash kerak. Mana shunday qilib. Mana. Yana o'nchalab boshlagan. Bu yoqda gullari. Bu yoqda Tsarstvo Klivera sorti. Va tip-top, rosa chiroyli bo'lib o'syapti. Mana bu gulim ham pyostriligi va gulini jozibadorligi bilan ajralib turadi. Mana e'tibor bering. To'q qizil rangda oq hoshiyachalar. Bargini pyostriligi mana. Ba'zi bir pyostrilarimda bargi to'q rangda, keyin chekkalarida oq chiziqlari bo'lsa, ba'zilari och rangda. Mana bu sort xususiyatidan. Bakaset aktris sorti. Mana guli. Mana Opus One. Rosa But. Bu yoqda yana boshqa pyostrilar. Ko'rib turganingizdek. Mana buni ham guli eskiribdi. Mana birdan o'zi yulinib ketdi. Samarozvaya Kushinka. Buni ham pyostriligi juda ham ajoyib. Pyostrilar qancha yetilsa, vaqt o'tgan sari shunchalik pyostriligi go'zallashib boraveradi. Mana bu triller sortlardan Vat Aromat Glitsin sorti va barglarini e'tibor bersangiz, mana Long bargli. Bu yoqda Vat Afrika. Buni ham pyostriligi chiroyli. Elif Roz va Liliya. Buni qarang qanday gullab yotibdi. Rosa gulda. Mana bu barglari Girl bargli. Mana bu stilajimda ham mana gullarim. Eskirgan gullari bor. G'unchalari bor. Hammasi issiq bo'lishiga qaramay ochilishga harakat qilyapti. Barchasi bir-biridan ajoyib go'zal sortlar. Mana statyorlar, pyostrilar, long barglilar barchasi issiq bo'lishiga qaramasdan o'sishga harakat qilyapti. Ichidagi suvlari ham mana oz qolgan.
Hozircha barchasi fitilda turibdi. Hali fitildan olib tashlaganim yo'q. Juda issiq sharoit bo'lib ketganda siz fitildan olib qo'yganingiz ma'qul. Chunki suv issiqda isib ketadi va issiq suvni ichgandan keyin, ildiz isib ketgandan keyin o'simlik chirib qolish ehtimoli yuqori bo'lib ketadi. Aziz obunachilarim, videomiz mana shulardan iborat edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.